birinchi marta ko'ryapman, mayli. Xullas biz mana shu meni uyim. Ijarada turibman molla. Xullas menda shuncha pul bor xolos. Uyga kaliti. Xullas bolalar. Bugun nima qilishimizni ham bilmayman, pul topish kerak, ish qidiraman. Jannaqa bo'lmasa. Hop. Nima qilsak bo'ladi? Hech o'tirib o'ylanaman. Sizlar like bosib obuna qo'yinglar bolalar. Har bitta obunaga $1100 dan keladi. Like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima xizmat? Ular sizga ishga olgani keldik. Nima ish? Ular siz bizga o'g'rilarni ushlashga yordam berasiz. Okey. Biz ishxonada bo'lamiz. Okey. Xolam meni hozirgina ish qidiraman dedim. Politsiyachilar ishga chaqirib ketdi, yo'q bana. Bundan narsalarimizni olib o'shatga boramiz. Uyda yotgan joyim qaranglar, voy dali. Joyim qattiq qilib narsalar olamiz. Kalit. Pullarni tepaga qilamiz. Kalitni qo'yib turib. Nima deyapti? Zakon siyla bola. Hop, ketdi endi. Tezroq bormasak. Bu kafe kim yesada bolalar rivojlanib ketdi bu yerda. Hozir ertalabdan hech kim bo'lsa kerak, kirib chiqaylikchi. Manetdan zo'r qo'yishdi. O'tirib dam olgan. Keyin do'stlar yoniga mebelxona ochilgan. Endi mebel eshigini ochib qo'yish ishini hojatxonaga ketganda. Ular o'sha kafe xona bo'ldi. Zo'ra rivojlanib ketdi bular. Biz ham shunaqa boy bo'lib ketsa, kompyuterxona ochamiz. Endi naqaga borsak, Melisaxona qishloq ichida bo'ldi. Uncha uzoq emas. Nimagadir bugun tuman bo'ldi. Hozir borsak, eshikni qulflamayman bola. Eshikni qulflamayman. Hatto bir kirish joyi bor edi. Bilaman sizlar video chiqarishni oson deb o'ylaysiz, lekin unaqa emas. Video chiqarish juda ham qiyin. Lekin men shunga qaramasdan sizlar uchun video chiqaryapman. Shuning uchun kanalimga like bosib, obuna bo'linglar. Hech kim bilmaydi. Mana bola panjara. Men keldim. Yaxshi keldingmi? Da, keldim. Qatdan xo'p, dokumentlar bermaysan? Beraman, mana uyxonaga o'tsin. Endi basti bachukda. Okey. Mana shunda dedi. Hop. Telefon va Melisaxonaning kaliti. Uyga kelib tepa qo'ysak. Buni endi pastga olamiz. Hop. Buni aytayozsam. Bu betga. Ishxonaning kaliti tepaga. Oldi bu dokument. So'rasa ko'rsataman. Telefon nimaga? Xullas, seni o'shandan topamiz, yo'qolib qolsang. Okey. Kiyim berasizlar? Da, o'sha xonadan kirsang, unday xonaga o'zi aytadi. Okey. Assalomu alaykum. Xullas, men ishga keldim. Haligi bo'laman. Okey. Endi qaysi bir tekin mana shunday javob kiyim olaman. Xullas bola mana
Qanday bu harbiyniki emasmi bolalar? So'rab ko'ramiz. Lekin zo'r menga yoqdi. Bo'pti, rahmat menga dedim. Yarashibdimi? Da, rahmat, bo'pti. Boshliq, mana kiydim. Bu harbiyniki emasmi qandaydir? Yo'q, bizga tushiradi. Milisaxonada harbiy milisa kiyim kiyiraveramiz. Bet qishloq-ku. Da, to'g'ri aytasiz lekin. Mayli, nima ish qilaman o'zi? Ular sen yo'lda chiqqan o'g'ri yo do'konga tushgan o'g'rilarni olasan. Pistolet menga. Yo sen 5-darajaga ko'tarilsang, keyin pistolet beramiz. Hozir qo'lingda bergan narsamizni ishlatib turasan. Okey. Bo'pti, rahmat. Bizda qamoqxona yo'q. Bor uni o'zimiz chetga olib kelsak ham biz Toshkentga olib ketamiz. Okey. Xullas, bolalar ushsaq ekan, o'g'ri yo anaqani ko'rsak, shu yerga olib kelamiz. Endi biz ishga ketdik bolalar. Endi qidiramiz. Mana qarayda bita. Yarashdimi bolalar? Ikkinchi qo'lga buni olib va hop, yarashdimi? Lekin cho'tki. Menga yoqdi. Melisa, bezorlarni qidirib yuribman. Iflos, to'xta, sho'g'sam seni o'ldiraman. Davay, to'xta. Burchakka to'xta o'sha yerga. Davay, to'xta, davay. Qancha olding? O'ldiraman seni. Davay, ber. Qancha olgan bo'lsa tiyingacha qaytar. Davay. Qaytar, davay. Seni Kechiraman o'ldiraman. so'rasam. Davay, ber. Davay, tiyingacha. Hop, yaxshi. Davay. Qancha oloding o'zi? Orqamdan yur endi. Orqamdan yur. O'ma, yur. Davay, orqamdan. Tez yur, tez. Yur, tez. Yur. Mana sizning pulni ushlab keldim. Mana sizning pullar. To'xta. Xullas bolalar, uni shtabga tashlab keldim. Uni jazolashyapti. Endi bizni oyligimiz so'radim. O'zi oyligimiz 25 million ekan. Normalni bo'lgan. Yig'ib uyga olsam bo'ladi. 25 million ekan, shu ishda qolaman men. Hozir do'stlar biz 2-darajaga chiqdik. 2-darajaga. Chunki o'g'ri ushlab keldik-da. Ular do'kondagi o'g'rilarni ushlasak, 3 daraja berar ekan. Oddiy ko'chada o'marayotgan o'g'rilar ushlasak, 1 darajadan ekan. Agar uydagini ushlasak 5 daraja ekan. Xullas, o'shtaqa zo'r ekan. Hozir tepada chiqarib qo'yganman. Chiqarib qo'ymaganman, o'zi bunaqa turadi. Nechanchi darajadaligimizni. Xullas, shu yerda ushladim deb Hop, bolalar, endi uyga borib dam kuzatyaptimi, bilmadim. Uyga kiramiz. Imzolan kalendrini ham berishdi menga mana. Endi qulflaymiz va men dam olib olaman. Narsalarni saqlasak. Ano. Xullas, bolalar, sizlar bilan men Ismoil bo'ldim. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Davayte, men uxlagani, dam olgani yotdim. Svet o'chiramiz. Xayr do'stlarim.